Bugun bizning vaqtimizni pichoq bilan emas, ekran bilan o'g'irlashmoqda. Hech kim kelib vaqtingni ber demaydi. Ammo ijtimoiy tarmoqlar hayotingni sekin-sekin olib ketadi. 1 daqiqa deb kirgan edik, lekin bir umrga arziydigan soatlar chiqib ketdi. Maqsadsiz internet, cheksiz ijtimoiy tarmoqlar, foydasiz videolar, g'iybatga to'la chatlar, o'zgalar hayotini tomosha qilish va ularni muhokama qilish. Biz esa o'z hayotimizni kechiktirib yashayapmiz. Telefonni qo'limizga olamiz, lekin hayot qo'ldan chiqib ketayotganligini sezmayapmiz. Telefon zaryadi tugasa, vahimaga tushamiz. Ammo umrimiz tugayotganidan qo'rqmaymiz. Alloh bizga vaqtni omonat berdi. Bu omonat uchun esa hisob bor. Vaqt ketadi, u orqaga qaytmaydi. Shuning uchun bugun o'zingdan so'ra: mening vaqtim kimga xizmat qilyapti? Agar vaqt sening qo'lingda bo'lmasa, demak sen birovning rejasi ichida yashayapsan. Bugun uyg'on, telefonni emas, hayotingni boshqar.